Bismillah, xonadonimizga kirib keldik. Xonadonimizda asosiy girish ishlar demir ishlardan ashka qilingan MDFlar bilan girgandan o'ng tarafimizda sanuzel qismi, ya'ni hojatxona, yuvinishxonasi ikkisi bir yerda joylashgan. Bu yerda shuning keng maydonchasi bor. Bu yerda bemalol bir ukoloklar qo'yib, televizor qo'yib, bir ovqatlanadigan mesa qilsangizlar bo'ladi. Registrlar o'rnatilgan, oyoqlar hamma laminat pollar yoyilgan azizlar. Bu yerda pirxushyalar ham bor. Xonadonimizda hamma jihozi, gilamlari polnik qoladi, hech narsa olib ketilmaydi. Almadan önce şu giyim geçecek, pasudası, körpe döşek almalı. Kan hem özgür. Tezor disipline, xaladenkler, kirmaşyıllar, kondisyoner hem berçacı hazır kaldı, hürmetli vatandaşlar. Giyim xanadan iki xanalayla bende ise gazzinesi, bende yatakxanası, spalni kısmı, bende yuvinishxonasi bo'ladi. Aşxana kısmı joylashgan. Aşxanadan balkona chiqsangiz bo'ladi azizlar. Bir yandan ko'rsatib qo'yaveramiz. Yine chiroyli shu pirxoshkalar ham qoladigan. Eshiklar ham def eshiklardan ayak telari kafir, sanuzelni devorlari ham kafir, patolog esa plastik, registrlari bor, suv chiqishlari, bedomunitaz, rakovina, vanna, aresollar qo'yilgan. Xonadonimiz 100% tayyor, faqat bir kelib yashash kerak. Bu xona birimiz ham keng tushgan, yana bunga 3,5 va yana bir 4 metrlardan ziyodroq azizlar, shu o'zi bir xona. Bu yoqda spalnisi, ya'ni yotoqxonasi. Polni garnitur hammasi qoladigan, oyoqda gilamlar ham ayetiyle laminatla qilingan, aboydan chiqqan, aynalar plastiklardan, lyustralar asalgan. Suv, svet, gazla gap turibdi. Yana tarafimda bog'cha dismi, maktab dismi, transportlar o'sib turibdi. Transportlardan muammo yo'q. Hamma yeri o'ng'ayli. Artel xaladenkları, bunun içinde duh konteyner, stenya taplina qo'yilgan, hurmatli vatandaşlar. Stabilizatorlar, reduktorlari bor. Aboylar mo'sh aboylardan. Bir de kir maşinlar ham qo'yilgan. Avtomat kir maşinlar, hurmatli vatandaşlar. Samsung firmanikining ajoyib yaxshisidan qo'yib qo'yibdilar. O'zlari yashash maqsadida hamma o'zini yaxshisidan o'rnatganlar. Bu yerda gaz plitalarimiz o'rnidan fartiklar qilingan, vitishkalar o'rnatilgan, gaz chiqishlari bor. Bu yoqda balkon qismi ham bor. Hurmatli vatandaşlar, xonadonni shunday ajoyib tayyor qilib qo'yibdilar. Faqat bir kiyim-kechak posuda bilan galasda yashash sharoiti qilingan, tayyor. Bu yer zal qismi bo'ladi. Yana bir 380 bu zinasi 5 metr kattalikda. Aboylarına alohida e'tibor qilasizlar. Yarki appak aboylardan foydalanib qo'yibdilar. Gulli bo'lsam. Televizorlari baynang. Perdelar asilgan chiroyli perdelar, gilamlar döşelgen. Sizlar xon taxtalar hammasi qoladi. Hech narsa olmaydi. Avalon kondisyonerlar bilan ko'rib turganingiz 12lik, hurmatli vatandaşlar, kvadrat metr 50 kvadrat metrda joylashgan xonadonimiz hem yangi domda. Kimlar do'ylardan bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Ekranda nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Sizlar kommentariyada chiroyli fikrlaringizni qoldirib borasizlar. Joylarimizga baho berib, nechik joylar kerak bo'lishini kommentariyada yozib qoldirsangizlar, sizlar shunday joylarni qo'ldan kelgancha e'tiborlaringizni havola qilib boramiz. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizni like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi videoda görüşene deb qolamiz.